Erta tong. Qanday ajoyib. Tongda boshlangan ishni barakasi boshqacha bo'ladi deyishadi keksalarimiz. Qani kuzataylikchi, do'stimiz Mimo nima qilayotgan ekan? Ana, pochta ham keldi. Mayli, pochtani berib kelay, keyin kelgan joydan davom ettiramiz. Oho! Havoning avzoyi buzuq ko'rinadi. Jala quymasidan tezda pochtani berib kelishim kerak. Qani olg'a! Mana kuz kelib qoldi. Havo ham sovib qoldi. Ob-havo bizlarga bulutlarni yubordi. Pochtani olish kerak. Tezda yetkazish kerak. Yomg'ir yog'ib qolmasdan uyga qaytib olish kerak. Ana, kuz o'z ishini boshladi. Ortga qaytsammikan, ha? Yomg'ir kuchayadiganga o'xshaydi. Yo'q, bo'lmaydi. Ishni oxirigacha yetkazishim kerak. Axir bu mening vazifam. Salom. Salom qizaloq. Mana buyurtmang. Yashasin! Ura! Buyurtmam keldi. Rahmat. Ishlar pachava. Endi do'stlarimni yordamga chaqirmasam bo'lmaydiganga o'xshaydi. Do'stlarim, menga yordamingiz kerak. Albatta. Kela qoling. Yordamga shoshish kerak. Mimoga yordam kerak. Uning hol ahvolidan xabardor bo'lmoq kerak. Jala tinmay yonyapti. Mimo bizni kutyapti. Bu yomg'irda yo'llar ham zo'rg'a ko'rinayapti. Do'stlarim, xayriyat yetib keldingiz. Mimo, xavotir olma. Hozir seni qutqaramiz. Hozir men ham urinib ko'raman. Ana bo'ldi. Mimo, shamollab qolgan ko'rinasan. Ha, shunaqaga o'xshaydi. Hech qisi yo'q. Tuzalishingda o'zimiz ko'maklashamiz. Qani ketdik unda. Hozir uyingga olib borib qo'yamiz.